Ko'pchilik odamlar tashqi ko'rinishlardan xavotir olishadi, lekin bitta tushuncha hamma narsani o'zgartirib yuboradi. Insoniyat aslida hech qachon o'z yuzini ko'rish uchun yaratilmagan. Uzoq tarix davomida odamlar faqat suv yuzasidagi akslarni ko'rishgan, xira, noaniq, mukammal bo'lmagan. Ular o'zlarini qanday ko'rinishlarini to'liq bilishmagan. Ular boshqalarni ko'rgan, lekin solishtira olmagan. O'sha paytda odamlar tashqi ko'rinishga emas, balki harakat va fe'l-atvorga e'tibor berishgan. Keyin oynalar paydo bo'lgan, keyin suratlar, asta-sekin videolar va hozir ijtimoiy tarmoqlar. Endi o'zimiz doim ko'ramiz va qo'shimchasiga millionlab tahrirlangan yuzlarni ham. Ana shunday solishtirishni boshlaymiz. Shunda biz aslida ko'rmasligimiz kerak bo'lgan kamchiliklarimizni ko'ra boshlaymiz. Eng qizig'i, boshqa odamlar sizni o'zingiz ko'rganingizdek ko'rmaydi. Siz ular ko'rayotgan narsani ko'ryapman deb o'ylaysiz, lekin aslida unday emas. Odamlar sizni har bir nuqsoningizga e'tibor qilib tahlil qilib o'tirmaydi. Shuning uchun go'zallik faqat tashqi ko'rinish bilan o'lchanmaydi. Bu qanday yurishingiz, qanday energiya tarqatishingiz bilan bog'liq. Siz yuzingizga qarab yashash uchun yaratilmagansiz, chunki siz rasm emassiz. Siz hissiyot, tajriba va hayotsiz. Odamlar eslab qoladigan narsa ham aynan mana shu. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.